O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. O'zbekistonda bugun 28-iyul kuni sodir bo'ladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'lishi shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda 28-iyul kuni xavfli ultrabinafsha nurlanishi yana kuzatiladi. Respublikada quyoshning ultrabinafsha indeksi 10 ballgacha yetadi. Quyosh ostida soat 12:00 dan 16:00 gacha yurmaslikni tavsiya etamiz. Ko'proq suyuqlik iching. O'zingizni ehtiyot qiling. Videorolik ostiga like bosib, ushbu videorolikni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Diqqat qiling, Xitoy sun'iy quyosh yaratmoqchi. 2030-yilga kelib karbonat angidridsiz cheksiz elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Yadroviy sintez reaktori uchun 582 tonnalik magnit tizimi tayyorlanmoqda. Reaktor ichida o'ta issiq plazma ham bo'ladi, deyiladi xabarda.